Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimdon bolajonlar uchun yozuvchi Anvar Obidjonning Kuchukka aylangan bola nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitob mashhur bolalar adibi Anvar Obidjon qalamiga mansubdir. Asar qahramoni esa Mo'ttivoydir. G'ayrat ichiga sig'magan bu bolakay qo'chqorni yo'lbarsga aylantirib, ham qishloqlarini vahimaga soladi. Qo'liga rogatka olib, jonivorlarga ozor beradi. Oqibatda qarg'ish tegib, kuchukka aylanib qoladi. Mo'ttivoyga aylangan Mo'ttivoyning sarguzashtlari bilan batafsil tanishish uchun esa bu qiziqarli kitobni o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, ushbu kitobda Anvar Obidjonning Futbol to'pi sarguzashtlari nomli hikoyasi ham o'rin olgan. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.